Assalomu alaykum, Agrobog'o deganlarni kuzatib boruvchi obunachilar. 2025-yil 13-may hamma Giant Red kilos ko'rsating, Giant Red kilos ko'rsating degan savollar ko'p kelyapti. Ular Giant Red kiloslarimiz hali pishib yetilishiga chechcha bor, lekin kalibrovkalari 28, 27, 30 gacha beryapti. Qo'shmag'i 1-2% bo'ladi. U gilos so'ygan mevasini qaranglar, juda ham serhosil giloslardan biriga kiradi. Mana shu mevalar, bular sort Giant Red, tay qora gilosda. Ba'lar hali oqroq. Bular Giant Red. Kalibrovkasi juda ham yirik giloslardan biriga kiradi. Hosildorligi juda ham yaxshi, sifatli mevalar. Qo'shmag'i 5-6% gacha boradi Giant Redda. Undan ham o'tishi mumkin. So'ygan mevalari juda ham chiroyli holatda turibdi deb o'ylayman. Kalibrovkalari juda ham yirik, motornag'im ham juda katta o'zi asli. Men quyosh tarafga o'tyapman. Mana mevalarni ko'rib o'tirasizlar bitta. Juda ham chiroyli shaklda olgan, gilosimiz yoshi 5 yosh. Hosildorlik bo'yicha eng kuchlisi deb hisoblayman. Giant Redda ham, lekin qo'shmag'i juda ham ko'proq bo'ladi. Bandi juda ham kalta, lekin qattiqligi yaxshi. Mana mevalarga qarang. Barida tay to'la meva quyib yotibdi. Hali bu giloslar pishib yetilsa, bundan ham chiroyli shaklga keladi. Bundan ham yirik holatga keladi. Mana bu gilos yirikligini qarang. Mana tindag'im bular. Mana shular 30-32 kalibr yaxshi. Hozirgi kunda bular yosh nihollari, bular juda ham yirik bo'lib ketadi. Giant Red. So'ygan mevalariga bittadan baho berib o'ylab, like bossa arziydigan menimcha. Ishlar hammasi to'la meva. O'zi ko'rinyapti deb o'ylayman. Mana. Ana mevalarga bittadan like bossa arziydi. Endi gilos bog' qilaman, qaysi sort qilay, Giant Red qilaymi, Realtiyaga qilaymi, Sweet Arena qilaymi, Sweet Har qilaymi deb savollar ko'p bo'ladi. Endi mana bizni kuzatib borsanglar, shunaqa gilos bog'lar qo'yib boramiz. Sizga qaysidir biri yoqadi, qaysidir biri o'zingizga ma'qul keladi. Valovoy sersadan oldin pishadi. Realtiyagadan jicha keyinroq, Nimba sortidan jicha keyinroq pishadi. Kalibrovkalari juda ham zo'r. Bog' 5-6 sxemada ekilgan, hosildorliklari bomba, zo'r olgan. Buyoqlari shoftoli. Shu sortdan ekishlarni o'zim ham tavsiya qilaman, chunki juda ham chiroyli shaklda olyapti. Hozirgi kunda bozordagi narxlari ham yomon emas, juda ham zo'r. Endi yaxshi sortlar doimiy pul bo'lib turadi, yiliga qo'shilib netib ketadi. Endi bular jicha yoshroq bog'lar. Kalibrovka juda ham yirik, o'ta ham. Giant Red. Bu kalibrovkalar menimcha 36-37 lar beradi. Jicha kechroq bo'lganligi sababli endi valovoy sersadan ancha ertaki, lekin bulardan Realta egalaridan jicha kechroq. Birin-ketin pashti.
juda ham zo'r deb o'ylayman, mana yiriklari bo'yicha. Shu gilosni ko'rsatib telefon qilishyapti. Shu gilosingizni ko'rsating, biz uzoqdamiz, bora olmaymiz. Ko'ra olmayapmiz. Degan aka-ukalar juda ham ko'p. O'shalar uchun video olinyapti. Ko'ringlar, sizlarga ma'qul kelsa, shulardan bosishlarni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agrobog' vodiy uchun maxsus.